Assalomu alaykum. Demak, bugun ko'p xatlar mavzusini ko'rib chiqamiz. Hammasini boshdan oxirigacha. O'zi bizada ko'p xat nima degani? Ko'p xat deganda bitta narsani tushunish kerak. Undan oldingi, ya'ni kechagi mavzumiz bir xatni yaxshi tushunsak bo'ldi. O'zi bir xat nima degani edi? Bir nechta noma'lumlarning ko'paytmasi, ya'ni eng sodda ko'rinishida. O'sha noma'lumning darajasi musbat bo'lishi kerak edi. Endi o'sha bir xatlarni bir nechtasini qo'shsam yoki ayirsam, bu ko'p xat bo'ladi ekan. Ya'ni ko'p xatni oddiygina bitta qoidasi, ko'p xat bo'lishi uchun bir nechta bir xatlarni yig'indisi yoki ayirmasi. Masalan, 5 ko'paytiramiz x ni minus 4-si qo'shamiz 7,2 x ni 6-si. Mana shu yig'inda ko'p xat bo'ladimi deb savol bersa, biza yo'q deymiz, bu ko'p xat emas deymiz. Chunki mana bu minus 4 bo'lib qolganligi uchun darajada u o'z aslida bir xat emas bu. Bir xat bo'lmaganligi uchun uni yig'indisi ham ayirmasi ham ko'p xat bo'lmaydi. Xo'p, eng oddiylaridan boshlaymiz. Birinchi bu bizga bitta bir xat berilgan va bitta ko'p xat berilgan. Bir xatni ko'p xatga qanday qilib ko'paytiramiz? Birinchi bo'lib bir xatni keyingi ko'p xatning har bir xatiga ketma-ket ko'paytirib chiqamiz. Ya'ni 2x kvadrat y ni ko'paytiramiz 3a kvadrat b ga. Qo'shamiz. Xuddi shu 2x kvadrat y ni keyingi 4x ga ko'paytiramiz. Xo'p, endi bunda sonlarning soniga harfini harfiga ko'paytirib ketaveramiz. Ya'ni 6a kvadrat b x kvadrat y qolaveradi. Keyingisida 8 x kvadrat x ni ko'paytirsam x kub ko'paygan y. Shu qoladi, ya'ni bu oxirigacha soddalashmaydi. Xo'p, keyingi holati bitta ko'p xatni boshqa ko'p xatga qanday ko'paytiramiz? Ya'ni 3a plus 2 degan bitta ko'p xatim bor, 4 minus 5a degan ikkinchi ko'p xatim bor. Oddiygina qoidasini o'rganib olsak bo'ldi. Birinchi bir xatni keyingi ko'p xatga ko'paytiramiz, keyingi bir xatni keyingi ko'p xatga ko'paytirib chiqaramiz. Ya'ni birinchi ko'p xatning har bir xatini ikkinchi ko'p xatning har bir xatiga ketma-ket ko'paytirsak bo'ldi. Bu degani 3a ni 4 ga, 3a ni 5a ga, 2 ni 4 ga va 2 ni 5a ga ko'paytiramiz bo'ldi. Va natijani hisoblab chiqamiz. Ko'paytirsak 12a 15a kvadrat plus 8 minus 10a. O'xshash xatlar degan narsa bor bizada. O'xshash xatlar bo'lish uchun oldin ham ko'rganmiz, bu mavzu o'tilgan. Harflar va darajalar immuniy xil bo'lishi shart. Ya'ni 12a bilan minus 10a o'xshash xat. Bularni ishlab qo'yadigan bo'lsam, 12a dan 10a ni ayiraman. 2a 15a kvadratni o'zi, sherigi yo'q, 8 ning o'zi. Shu ko'rinishda bizda soddalashgan holat qoladi. Xo'p, keyingisi. Bize mana shu ko'rinishdagi ko'p xat berildi. Buni demak soddalashtirishimiz kerak. Bizda qovusni ochayotgan qoidamiz bor. Agar qovusni oldida minus ishora tursa, qovusni ichidagilar o'zgarib ketadi degan qoida bor. Mana bu minus bo'lganligi uchun uni ichidagi hammasini o'zgartirib chiqaman. Birinchi ko'p xatimizni o'zini yozib olamiz. Keyingi ko'p xatimiz o'zgaradi. 3a kvadrat plus bo'lganligi uchun minus yozaman.
2 minus bo'lganligi uchun plus qilib yozaman. 7 plus bo'lganligi uchun minus qilib yozaman. Bunga sabab mana bu qovusning oldidagi minus. Teng o'xshash hadlarini topaman. 4a kvadrat bilan 3a kvadrat o'xshash. Ikkalasini ishlaymiz. Javobimiz a kvadrat chiqadi. 5a bilan 2a o'xshash. Javobimiz 7a chiqadi. 2 bilan minus 7 o'xshash. İşlasak javobimiz minus 5 chiqadi. Va shu yerda tugaydi. Qolganlar o'xshashmas. Keyingi misolimiz. Agar qovusning oldida plus ishorasi bo'lsa, qovusning ichidagi hech qaysi ishorani o'zgartirmasdan ochamiz. Ya'ni bu nima degani? Agar minus bo'lsa, hammasi o'zgaradi. Plus bo'lsa, hech qaysi o'zgarmaydi. Shu ikkita qoidani bilib olsak, qovus ochishni bilamiz demak. Demak, bu 5a kvadratni o'zi minus 3a kvadratni o'zgartirmaymiz. Plus 5a ni ham o'zgartirmaymiz. Minus 7 ni ham o'zgartirmaymiz. Shu ko'rinishda qolib ketaveradi. Xo'p, endi teng qo'yadigan bo'lsak, 5a kvadrat bilan 3a kvadrat bir-biriga o'xshash ishlab qo'yamiz. Bizada 2a kvadrat plus 5a minus 7 qolib ketadi ekan. Xo'p, keyingi holat bitta ko'p hadimizni bitta ko'p xat berilgan va uni bitta bir xatga bo'lishim kerak. Bu nima degani? Har bir ko'p hadimizni, mana bu birinchi ko'p hadimizni har bitta hadini keyingi bir xatga ketma-ket bo'lib chiqamiz degan. Ya'ni 4a kvadrat buni 2a ga bo'lamiz. Yoki 80a ni 7-si x ni 2a ga bo'lamiz. Yana bo'lsa ketma-ket davom etkazib ketaveramiz. Xo'p, demak, 4 ni 2 ga bo'laman. 2, a kvadratni a ga bo'laman. A. B ni o'zi qolib ketadi. Bunda 80 ni 2 ga bo'laman. 40, a 7 ni a ga bo'laman. A 6. X ni o'zi qolib ketaveradi. Mana shunaqa ko'p xatni bir xatga bo'lsa ham bo'ladi. Xo'p, demak, soddagina shunaqa tushunsak ham bo'ladi. Qolganlarini keyingi mavzuga olib ko'rib ketamiz. Xo'p. Mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda ko'rishguncha.